Quva alayhisolamdan so'rashdi. "Ya Rasululloh, eng suhbatga loyiq zot kim?" dedi. "Ota-onang" dedilar. Ota-onani rozi qilinglar. Bitta qo'linglarga, o'ng qo'linglarga ota-onani olib baland ko'taringlar. Bitta qo'linglarga xotininglarni olib qo'yinglar. Kecha bittasi kelibdi, Hasan Husan bolasi bor ekan. Oyisi ajralgin deyotgan ekan. Bolalarning shirinligini ko'rsangiz, hoppo. Nimaga ajraladi desam, uxlab qoladi deydi onasi qaynona. Uxlab qolsa ikkita bola so'rib emib turgandan keyin uxlab qolgandir ertalab. Shu ham ishmi? Keyin oyim aytibdilar, ajralasan deyaptilar. Bekor aytibdi, oyingiz gapiga quloq solmaysiz dedim. Bu johila ayol. U yana bittasini olib bergandan keyin 1 yildan keyin yana unisini ham qo'ydiradi. Unisini ham o'zi ikkinchisi ekan bu ham kelin. Yana qo'ydiradi. Kim aybdor? Biz erkaklar aybdormiz. Indamay o'tiraveramiz.